qachongacha yoshirib yurmoqchisiz bachamiz borligini? 17 yil bo'ldi, tug'animi? Ha, bir yo'lini topaman. Dada, sizga shuncha paytdan beri aytmay yurgan bitta sirim bor. Bugun shuni aytmoqchiman. Qanaqasi? Men olimman dada, har xil ixtirolar qiladigan olimman. Sanmi? Ha? Tura qalay, sen olim chiqmaydi. Rostdan dada, raketalar bilasizmi? Ana shularni ham men ixtiro qilganman hammasi. Hozir yangi kashfiyot qilganman. O'ta yangi. Nobel mukofotini olishi mumkin u kashfiyotim bilan. Qanaqa kashfiyot? Odam yaratdim dada. Bizlarga o'xshagan yuragi bor, miyasi bor, qo'l oyoqlari ishlaydi, hamma narsasi. Rostdan. Ha, ko'rasizmi? Ko'rsatasanmi qay? Ana dada, bo'lam. Shu odam yaratding. Ha, tur ko'rishmaysan. Assalomu alaykum bobo. G'alisiz, zo'rmisiz, tuzukmi? Ha, bu tuzukli odam yaratang bo'lmaymi? Bu aptiga qara. Ada, ne ajratmaysiz, ne ajdanga tegdi-yu. Ikkinchi udarim o'yligingga tegadi, tushundingmi? Dadam uni programmasi shunday bo'lib qolganda ozgina chalas qolgan programmada. Ada, ne aldi o siz? O'ldirib qo'yaman o'zim bu kastunchanga urayni. Aytdim men senga o'yligingga tegadi deb. Kimdir chaqiring, nima ayb bo'ldi bacha? Bachamiz borligini qachongacha yoshirib yurmoqchisiz? 26 yil bo'ldi bachani tug'animi? Hay, bir yo'lini o'ylab topaman. Hay. Bacham, men Amerikadagi NASA tashkiloti borki, shuning a'zosiman.